Allohning roziligi uchun, otasiz go'dagim uchun ehson qiling, yordam bering. Bu insonlar ko'rib turgan narsasini nega ko'r kabi ko'rmaslikka oladi-ya? Allohning roziligi uchun. Insonlarning bir qismini qorni to'q, bir qismi esa ochlik bilan imtihon qilinyapti. Nima uchun tilanchilik qilyapsiz? Otasi olamdan o'tdi. Men kasalman, ishlay olmayapman. Ikkalamiz ham ochmiz. Och qolganingizni sezmagan qo'shnalaringizga o'zim saboq beraman. Siz aslo tashvishlanmang. Alloh taolo jamoatni ularga omonat qilib bergan insonlar bilan sinaydi. Ammo bu shaharning insonlari omonatga xiyonat qilishadi. Insonlar och, sizlar esa bu yerda sho'rva, palov, ayron bilan maza qilib ovqatlanyapsiz. Lekin ba'zi odamlar och yotibdi. Nima deyapsan? Bu nima o'g'lim? Tavba. Bugun bozorda go'dagi bilan tilanchilik qilib o'tirgan bir ayolni ko'rdim. Odamlar yonidan beparvo o'tib ketyapti. Ochlar to'yguniga qadar hech birimizni baxtli bo'lishga haqqimiz yo'q. Haqiqatning to'qmog'i bo'lib ko'zimizni ochding bola. Yurtimizdagi insonlar, qo'shnilarni